Bilsa hali bilsin. Nilufar Pamxoz o'zlari aytib berdilar bizga. Birinchisi Shunda bo'lgan. Aha. O'zi Fazilmayni lecheniya qilganlaridan keyin keyin Bolamiz yaxshi, chiroyli yotibdilar. Ozgina ugrozaga o'xshash bu devori sal shishib turibdi, boshini tegida. Но это не угроза, да? Не угроза, молодец. Platsentasi ham yaxshi. yuragini bosib eshitamiz. Ana yuragi. Tabriklaymiz. Nilufarxon 4-homilador qizimiz bugun. Видишь, oranini qirqi. Yurakchamiz yaxshi, kameralari zo'r, o'zi sog'lom. Buning immuniteti zo'r bo'ladi. Miya ham, immuniteti ham doktoriga o'xshagan bo'ladi, ko'rasiz. Shansamiz. Все хорошо. Вот spinka, nojka, oyoqlarini tapillatishlari, hammasi chiroyli, mana o'ynab yotibdi. Shunaqa yoqyapti ichingizda.